Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun darsimizda SET400 kontrolleriga vaqt qo'shishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni hop 400 ga arroat system rd system t degan blokdan foydalanamiz. Va yana bitta qo'shimcha blogimiz bor. Uni ham ish davomida ko'rib o'tamiz. Xo'p, buning uchun bizga o'sha bitta data blok qo'shishimiz kerak. Bu blokni ishlatishimiz uchun bu blok nimaga kerak? O'sha sistemadagi vaqtdan foydalanib, ya'ni kontrollerning vaqtidan foydalanib, har xil funksiyalarni bajarish uchun kerak bo'ladi. Bu qayerlarda ishlatiladi degan savolga o'sha hozir расчетный parametrlarni chiqarishda, vaqtga bog'liq parametrlarni chiqarishda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Qani ko'rib o'tamiz. Hop, birinchi o'sha bizga kerak bo'ladigan taglarni qo'shib chiqamiz. E'tibor bergan bo'lsang, oldingi 1.5-1200 kontrollerlarda detail degan funksiya, ya'ni vaqt ko'rsatadigan tip kengaytma bor edi. Negadir bunda bunaqa chiqmayapti. Bunda boshqacharoq deb o'yladim. Va mana qo'shimcha yana funksiya qo'shishga to'g'ri kelar ekan buni bajarish uchun. Hop, bunda qanday bo'ladi? Bunda o'sha bitlardan foydalanib turib, o'zi maxsus bitlari bor ekan. O'sha bitlardan foydalanib turib yilni, oyni, kunni, soatni, minutni, sekundni o'qisak bo'lar ekan. Hozir mana shuni birimga-bir qo'shib chiqyapman. Ko'rib o'tamiz. Word shaklida yil, oy, kun, minut, sekund qilib qo'shamiz. Bunga o'sha kelayotgan Word formatdagi danini, bit danini biz konvertatsiya qilishimiz kerak, ya'ni o'zimizga kerakli integer formatga tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Sekundni ham qabul qilib oldik. Endi shuni konvertatsiya qilinganini kopiya qilib tashlaymiz va o'zgartirib chiqamiz. Yil konvert faqat Word formatda bo'lmaydi, integer formatda bo'lishi kerak. Ularni ham birma-bir asta-sekinlik bilan o'zgartirib chiqamiz. Tayyor. Qo'shamiz. Olib tegini. Bu yerdan o'sha yuqori ko'rinish uchun, db bloklar ko'rinish uchun bu yerdan bitta qo'yish kerak bo'ladi. Mana
Mana 400 o'zi olingan bo'lar ekan, e'tibor bersang. 1,5 ming, 1,200 da o'sha bitishkada olib qo'yardik. Keyin ko'rsatishni boshlardi. Bu yerda o'sha keyingi blogimiz local time blogini qo'shamiz va bunga ham kengaytmalarimizni qo'shib chiqamiz. U yoqda data blokni ochib olgandik. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring. Birma-bir qo'shib kengaytmalarni blogimizni ishchi holatga o'tkazamiz. Burada bul, sumar. Mana tayyor bo'ldi. Hop. Mana kompress saqlaymiz. Konvertatsiya blogini qo'shishimiz kerak. Hozir. Hop. Bu yerga o'sha db nech qo'ygan bo'lsak, db8 dan foydalanganmiz. db8 va dbb0 da qo'yamiz. Bu o'sha bit ko'rinishidagi signal bo'ladi bizga. Bu yerga esa word, ya'ni movidan chiqishi word o'tkazib olamiz. Undan so'ng konvertatsiya blogi orqali integerga keltirib olamiz. Aytganimizdek, o'sha konvertatsiya blogidan keyin o'sha tanlagan, masalan, yil bo'ladigan bo'lsa, yil convert deb tekni nomlagandik. O'shani qo'shamiz. Bu ishni o'sha har bitta tekka, ya'ni har bitta yilga, oyga, kunga, soatga, minutga va sekundga qo'yib chiqamiz.
Mana qo'yib bo'ldik, tayyor bo'ldi. Hop, bitta kompressor tekshiramiz va faqat o'sha o'zgaruvchini o'zini o'zgartirganimiz o'zini yuklaymiz kontrollerimizga. Mana yuklandi. Nimanidir ko'rsatyapti, lekin soatni, kunni, vaqt xato ko'rsatyapti. Uni to'g'rilashimiz kerak. Sistemni soat, ya'ni sistemni kun, vaqt xato ko'rsatyapti. Uni to'g'rilashni offline qilib turib, ichidan to'g'rilasa ham bo'lishi kerak. Bo'lmasa, o'sha diagnostika bo'limida bor. O'sha yerdan Apple qilib turib to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Hozir izlab ko'raylik. Bu yerda ham yo'q ekan. Yana ko'ramiz. Eng yaxshisi menimcha o'sha diagnostika bo'limidan to'g'rilash shekilli. Hozir unga o'tamiz. Hozir bu yerlarda ham yo'q. Diagnostikaga kiramiz va mana bu yerdan Apple bitta bossak to'g'rilanadi. Tekshiramiz. Vaqtni bu yerda to'g'rilandi, to'g'ri ko'rsatmoqda. Bu yerda esa e'tibor beringlar 0 ko'rsatyapti. Yil bilan oy negadir. Yaxshilab qarasak, yil bilan oy pastga tushib qolgan. Demak, DBB 0 dan emas, DBB 2 dan boshlashimiz kerak. Hozir o'zgartirib chiqamiz. Mana shu yerda DBB 2 dan boshlasak, to'g'ri keladi menimcha. Hammasini birinma-ketin ketma-ketlikda 2 birlik tepaga surib chiqamiz. Endi tekshiramiz. Mana e'tibor beringlar, 25, 5 va soat, sekund, minutlarimiz to'g'ri bo'ldi. Kimgadir shunaqa narsa kerak bo'lsa yo birorta savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldira olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.